Bizga ullib kelaman deganlar uchun, tayyorman deganlar uchun $800 dan qilib beraman. Bemalol telefon qilsin, Zagram pasportlarni tashlatsin. Biz shot raqamlarni deb tashlaymiz ularga, bemalol bank orqali to'lov qilishlari mumkin. Assalomu alaykum, Asilbek.uz kanali ashaddiy obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar oyi va fevral oyiga, Ramazon oylariga narx-navolar qanday bo'lyapti va bundan tashqari hozirgi kunda necha kunlik safarimiz bo'lyapti, qayerlardan reyslar bor, barchasini video davomida siz obunachilarimizga to'liq va batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bugungi video syomkamiz siz obunachilarimizga juda ham chegirmali, narxlar arzonlagan holda video syomkamizni ko'rsatamiz. Albatta videoda oxiriga tinglang. Xudo xolasa siz obunachilarimizga juda ham katta yangilik va chegirmalar e'lon qilingan. Shularni birma-bir aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, charchamayapsizmi ishlar bilan? Xudoga shukr. Hozirgi kunda Qahramon aka ko'pchilik obunachilarimizning talab va istaklariga binoan, ya'ni umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurganlar ijtimoiy tarmoqlardan narxlar arzonroq paketlarni, ya'ni arzonroq misol umra turlarini talab ko'proq bo'lyapti. Shularga xudo xolasa mana shu hozirgi kunda bo'layotgan shart-sharoitlarimiz, safarimiz haqida va qayerlardan reyslarimiz bor, shularni bir qator aytib o'tib ketsangiz. Xudo xolasa aytamiz. Bizning safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 14 kun safarimiz ichida ibodati-yu sayohatlarigacha bor. Xudo xolasa sayohatlarimiz, ibodatlarimiz, 50 boshlarimiz tajribali, malakali. Xudo xolasa Farg'onadan bor, Vodiydan va Namangandan bor. Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Farg'onadan esa haftada 2 kun bo'ladi. Namangandan haftada 1 kun, kunna kunora Toshkentdan reyslarimiz Pramoy reys, bizniki perisadkali, Dubay orqali bas. Safarimiz 14 kun. 14 kun safarimiz davomida 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal ovqat beriladi. O'zbek milliy taomlari, o'zimiz o'zbek akalarimiz tayyorlagan. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Gastitsamiz oraliqlari bo'lsa, Madinada 150-200 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. 24 soat davomida avtobuslarimiz xizmatda bo'ladi. Bepul tarzda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shuni bir qator aytib o'tib ketishimiz lozim. Sababi piyoda bormoqchi bo'lganlar piyoda ham borib kelishlari mumkin. Gastinitsiya oraliq masofasi haramgacha bo'lgan hudud bemalol piyoda borib ketsa ham bo'ladi. Agarda xohlovchilar avtobuslar ham 24 soat mobaynida siz obunachilarimizga xizmatda bo'ladi. Bemalol avtobuslarda ham Harami Sharifga borib ibodatlaringizni, ziyoratlaringizni qilib kelsalaring bo'laveradi. Xo'p, hozirgi kunda Qahramon aka, ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz bor. Xo'p, hozirgi kunda chegirma e'lon qilamiz deganmiz. Ya'ni hozirgi kunda qaysi kunga chegirma e'lon qilindi? Qaysi sanaga? Xo'p, chegirma asosida bugungalikda 1 kunga chegirmamiz bor. Ya'ni 17-yanvar. Xuddi shunday 17-yanvar chislasini adashmanglar. 18:00 gacha Farg'ona aeroportiga yetib kelaman deganlar uchun chiroyli narxlar bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni bugun 17-yanvar kuni 18:00 gacha aeroportga o'zi hamma yo'g'i tayyor hojona, hoj dadalarimizga, ya'ni chegirmali narx e'lon qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, bu Qahramon aka, bu Farg'ona qayerga uchadi bu Farg'onadan? Xo'p, bu Farg'ona Madina reysimiz. Siz obunachilaringizga ullib kelaman deganlar uchun, tayyorman deganlar uchun $800 dan qilib beraman. Agar vizalari bo'lsa. $800 dan qilib berasiz, vizalari bo'lsa. Vizalari bo'lmasa $900. Vizalari bo'lmasa $900 dan bemalol telefon qilishaversin. Agarda hurmatli obunachilar bugunoq ulgiyman, meni tayyorman degan obunachilarimizga $800 dan, ya'ni agarda vizangiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilishlaring mumkin. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi va bundan tashqari oyning oxirigacha reyslarimiz bor, Qahramon aka. 31-yanvargacha reyslarimiz bor. Bemalol o'zlarining joylarini bron qilishlari mumkin. Telefon qilib, Ramazonga ham reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Ramazon oyiga ham bor, xudo xolasa. Ya'ni 1-, 2-, 3-10 kunliklarimizga qabullar boshlangan, xudo xolasa. Telefon qilib bemalol
o'zlariga qulay bo'lgan kunlarni bron qilishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangizni, oila a'zolaringizni duosini olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning, aloqaga chiqing va joylarini bron qilinglar. Xo'p, Qahramon aka, bundan tashqari 14 kun safar mobaynida sayohat va ziyoratlarimiz haqida ham ma'lumot berib o'tib ketalasizmi? Xo'p, bu bizni 50 boshlarimiz tomonidan sayohatlarga Qizil dengizga, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Hiro g'ori, shu kabi ziyoratlarimiz bor. Bundan tashqari payg'ambarimizning ravzalariga ham olib kiriladi. Aha, ya'ni tashriflar olib berib, ya'ni ziyoratchilarimizni Ravza-i Sharifga ham olib kiriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'ryapsizlar, to'liq va batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilyapmiz. Albatta sizlardan bir donagina like va obuna va padlisa qilib, Umra ziyoratiga ishonchli va garantiyali tur firma axtarib yurgan yaqinlarga mana shu videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi, ya'ni poyezd yo'l vokzalini oldida Centrum Holdes'ning rasmiy ofisiga kelib ham to'liq ma'lumotlarni olishlaring mumkin azizlar. Xo'p, Qahramon aka, to'lovlarimiz qanday bo'ladi hozirgi kunda? Xo'p, to'lovlarda biz 12 viloyatga onlayn tarzda ish faoliyatimizni olib boramiz. Bemalol telefon qilinsin, zagiran pasportlarni tashashsin. Biz shot raqamlar deb tashlaymiz ularga, bemalol bank orqali to'lov qilishlari mumkin. Agar bizni vodiydan ofisga yaqin joydan kuzatib turishgan bo'lsa, bemalol ofisimizga kelib rasmiy kassalarimizga to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni to'lovlarimiz xohlagan usulda bemalol amalga oshirishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, albatta ekranda raqamlarni qoldiramiz, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan yana bir beriladigan savol, ya'ni bugungi kundan keyin kelgusida yanvar oyini kunda kunora Farg'ona, Namangan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha reyslar bor. Bularga reyslarimizni narxlari necha pul qilib belgilaymiz hozirgi kunda, Qahramon aka? Xo'p, yanvarda oyda oxirigacha, xudo xolasa, $1025 qilib belgiladik. Bemalol telefon qilishaversin. Bundan tashqari komfort paketimiz bor. 27-yanvarga Xudo xolasa billa ketamiz. Xuddi shunday $1050 qilib beramiz siz obunachilaringizga faqat. $1050 komfort paketimiz joylarimiz bor. Xudo xolasa. Hurmat, standart plus paketimiz $1025 komfort paketimiz $1050 telefon qilishaversin. Bemalol telefon qilinsin. Hurmatli obunachilar, gap yo'q. Omma bunaqasi bo'lmagan. Men bilan birgalikda, ya'ni Asilbek o'z kanali admini bilan birgalikda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlar, hoziroq bog'laninglar. Albatta qo'ng'iroq qilganda Asilbek o'z kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin azizlar. $1025 standart plus va $1050 komfort paketlarimizga qabullarimiz ochiq do'stlar. Bundan tashqari Ramazon 1-chi, 2-chi, 3-chi 10 kunliklarimizga ham narxlarimiz chiqqan, bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa qo'ng'iroq qilganda Asilbek o'z kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham ma'lumot berib o'tib ketasizmi? Biz firma tomonidan beriladigan narsalar bejik beramiz, nimcha beramiz, kamzil beramiz, so'mka beramiz va albatta ziyoratdan qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi beriladi biz firma tomonidan. Shu bitta to'lovning ichida hammasi bitta bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni bir martalik to'lov evazida shular bo'ladi. Bundan tashqari, ya'ni bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilish, ya'ni Toyib shahriga ham bor, Xudo xolasa. U 27-yanvar kuni komfort paketimizda siz bilan birga boradigan obunachilaringizga bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, like bosing, obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Asilbek o'z kanali doim siz obunachilarimizga ishonchli va garantiyali tur firmalarini yoritishda davom etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qahramon aka, rahmat sizga.